Bratan, mana shunday qop-qora jentram bo'lsa, kurugli tonirovka, shumka bo'lgan bo'lsa, Optra Amerikanga fara qo'yilgan bo'lsa, mazza qilib suzib yuraman. Iloji bo'lsa, sakka diskani almashtiraman deydigan aka-ukalar uchun. Mana boshqacha sakka diska qo'yib qo'yilgan. Mana shu qop-qora jentrachamizni sizga chiroyli narxda qilib baraka qilib qo'ydik. Videoning oxirida aytaman narxini. Siz esa hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, videoga bitta like bosib, mana shunaqa jentra qidirib yurgan aka-ukalarimizga jo'natib qo'ying. Salonga keladigan bo'lsak, salonda monitor, Mers rul, Ponli afshushena qilingan, svetlar qo'yilgan. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak aka-ukalar, narxini 13500 deyapti ekan. Qo'ying dedim. 13000 tekisiga berasizmi desam, o'ylanib qoldi. Kerak bo'lsa, undan ham 100 so'm arzoniga so'rasalaring, meni obunachilarimga faqat berib borishadi. Barcha ma'lumot pastda turibdi opisiyaniyada. Ko'ringlar, telefon raqamiga aloqaga chiqinglar. Qilichbekdan oldim, videosidan ko'rdim desalaring, qochib keta olmaydi. O'sha 13 ga beradi.